Bugünkü ıslaq 2021 yıl 7. ayının 23. günü vatandaş. Mavzumunda endi bu mavzu Cungo'nun üzün torbiti Dovi torbitinin haberi. Mavzumunda Xi Jinping'li hasaga berip tekşiriş elip bardı. Vazife olturgandım biri tünce katem bulup hesaplandı. Mavzulu haber 7. ayının 23. günü Dovi torbiti ilan kılındı haber. Mundak başlandı. Beijing vakti 7. ayının 21. günü Cungo'nun devlet reisi Xi Jinping Tibet'e berip hizmetlerini gözden geçirdi. Xinhua Şehri'nin 7. ayının 23. gün tarqatqan haberiga asaslanganda 7. ayının 21. günü tushdan burun Xi Jinping olturgan aeroplan Linzi Meilin aeroportiga qo'ndi. 21. günü tushdan keyin Xi Jinping Linzi shahriga kelib, Linzi shahri taraqqiyot planini ko'zdan kechirdi. Kambag'allarni yulash, muhit asrash degandek masalalardan boshqa Tibet masalasi tashqari dunyo diqqat qilayotgan masalalarning biridir. Tibet masalasi izchil holda Jungo'da sezgir masala bo'lib keldi. Lekin Xi Jinping tekshirish jarayonida bu masalani tilga olmadi. Angliya BBC Xitoy til torbiti 2017 yılı 12. ayının 8. günü qo'shimcha sonida mundaq ko'rsatgan. Jungo Xi Jinping vazifa o'tagan mezgil ichida Tibet masalasini hal qilish mumkinligi zo'r. Hindistonning sobiq bosh elchisi xalqaro masalalar mutaxassisi Sitobidan mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping'nin Tibet'e alaydı hissiyatı var. Belki Xi Jinping o'zidan burunqi barliq rahbarlarga selishtirgan Tibet masalasini hal qilish iqtidoriga ega. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Jungo Paul tadbir qo'llanib G'arb dunyosini Tibet meselesi bo'yicha Jungo'ning G'arb dunyosi Tibet meselesi bo'yicha Jungo'ning nuqtai nazari bilan ta'minladi. Ya'ni G'arb dunyosini Tibet meselesi bo'yicha Jungo'ning nuqtai nazari bilan ta'minladi. Jungo Amerika Davlat Majlisi a'zolarini Tibetni ziyorat qilishga taklif qilgan edi. Burun berib keldi, burunqi gap. Birisi burunqi gap. Stobidan mundaq hisobladi. Agar reis Xi Jinping vazifa o'tagan mezgilda Tibet masalasini hal qiladigan bo'lsa, undaqda bu ish uning siyosatda va axloqiy fazilatda g'alaba qilganligi bo'lib hisoblanadi. Hamda shundaqla Jungo tarixida inovatlik bir rahbar bo'lib qoladi. Stobidan tahlil qilib bundaq ko'rsatdi. Dalai Lama ko'p qatam Xi Jinpingni madilab, avvalqilarga selishtirganda realist davlat rahbari deb atagan edi. Leksiyalarimiz tamam bo'ldi vatandosh, endi tuvanda bir jumlada muhokama qilamiz.